Salom. Ha. Men o'sha sizlar kutgan videoman. Va buncha vaqt bilan sizlar bilan birga bo'la olmadim. To'g'risi ishlar, o'qish degandek masalalar odamni juda ham charchatgan. To'g'risi o'sha ovoz barchaga salom. Bu ovozlar odamda deyarli qolmagan. To'g'risini aytadigan bo'lsam, men YouTube'ga qaytdim. 3 oy. 3 oydan so'ng va nihoyat men YouTube'ga qaytdim. Va aqlli, farsatli, ko'ngilochar emas. Bu safar bu YouTube masalasiga jiddiy yondashaman. Va bu kanaldagi birinchi video. Va inshaalloh 100 ming obunachigacha mana shu kanalda erishishga harakat qilaman. Va agar tayyor bo'lsanglar, sizlar ham meni qo'llab-quvvatlasanglar, biz bu kanalni qaytadan yaratamiz. Lekin bu kanalda videolar kam chiqadi. Chunki o'qish masalalari juda ham qattiq. Abetgacha soat 2 gacha o'qiyman, 2 dan 4 gacha to'g'rak, 4 ga kelaman, ishimni qilaman va kechgacha уже charchab qolaman. Shuning uchun video olishga vaqt bo'lmayapti. Yakshanba kuni esa kunduzi ish bo'ladi. To'g'risini aytadigan bo'lsam, sizlar bilan yaqin orada ko'rishamiz. Balki bir oydir, balki bir haftadir, balki bir kundir. Buni hech kim bilmaydi. Unday bo'lsa, barchaga salom. Aytmoqchi, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.